Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? YouTube'ga videolarimga ko'pchilik kommentariy yozishgan, lichkamga yozishgan, Dubayda ishlash bo'yicha qiziqish bildirib. Shuning uchun bugungi videoda qanday qilib to'g'ri professional rezyume tuzish kerakligini, CV ni qanday to'g'ri tuzish kerakligini, nima xatolar qilmaslik kerakligini va aksincha qaysi so'zlarni ishlatish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib, nima uchun sizni rezyumengiz HRlar tomonidan tanlanmayotganini bilib olasiz va bundan tashqari videoning tagida Telegram kanalim silkasini qoldirganman. U yerga o'tib, aynan siz uchun kerakli bo'lgan so'zlarni ingliz tilida shablonini ko'chirib, o'zingiz rezyumengizda qo'llasangiz bo'ladi. HR sizni rezyumengizni ko'rib chiqishi uchun 20-30 sekund, maksimum 1 minut vaqt ajratadi. Shuning uchun iloji boricha qisqa lo'nda aniq faktlar bilan raqamlarni ishlatishga harakat qilinglar. Rezyume yozayotganda sizni umumiy tarixingiz, ya'ni istoriyangiz yoki bo'lmasam qaysi maktabda o'qigansiz, qaysi sportlarga qiziqasiz, bu narsalar qiziq emas. Xizmat ko'rsatish sohasida qancha vaqt ishlagansiz, qanday sizning tajribalaringiz bor, qanaqa qobiliyatlaringiz bor, mana shularga ko'proq urg'u berish kerak bo'ladi. Professionalniy rezyumeda aniq ko'rsatilishi kerak bo'lgan 6 ta punktni hozir sizlar bilan bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi contact information, ya'ni siz bilan bog'lanish uchun kontakt, WhatsApp, email va hozir qayerda yashayotganingiz. Ko'pchilik bu yerga Telegram kontaktini qoldirishadi. Bu yerda Dubayda mehmonxona sohasida ishga kirmoqchi bo'lsangiz, sizga hamma hujjatlar email orqali jo'natiladi. Shuning uchun email ochishingiz kerak bo'ladi birinchi. Ikkinchi, WhatsApp orqali gaplashishlar. Ikkinchi bo'lim bu professional summary deyiladi. Ya'ni siz haqingizda qisqacha ma'lumotlar va nima uchun qaysi bo'limga rezyumeni topshirayotganingiz, masalan, ofitsiant bo'libmi, receptionda ishlamoqchimisiz, aynan qaysi bo'limda oshpaz bo'lmoqchimisiz, o'shani yozishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik bu bo'limni tashlab ketadi, lekin noto'g'ri, chunki HR aynan nima lavozimga siz hujjatlaringizni topshirmoqchi bo'lganingizni tushunishi kerak. Bu yerda siz haqingizda 3-4 ta qisqagina gap bo'ladi. Ya'ni oldin qayerda ishlagansiz va qanaqa yutuqlarga erishgansiz, bundan keyingi maqsadingiz nima? Ya'ni qaysi bo'limda ishlamoqchisiz? Qanday qilib professional summaryga to'g'ri ta'rif yozish kerakligini hozir misol bilan tushuntirib beraman. Demak, birinchisi, mehmonxona va xizmat ko'rsatish sohasida 2 yillik tajribaga egaman. Ingliz tili, rus tilida bemalol muloqot qila olaman. 5 yulduz mehmonxonada reception lavozimida ish qidiryapman. Bu birinchisi. Ikkinchi misol, men mas'uliyatliman, Dubayda ishlashni xohlayman, hamma ishni qilishga tayyorman, menga xizmat ko'rsatish sohasida ishlash yoqadi. Demak, bu ikkinchi misol nima uchun mos kelmaydi? Chunki bu yerda hammasi umumiy gaplar, sizni qanday qobiliyatlaringiz borligi qisqacha ko'rsatilmagan, hech qanaqa sifra yo'q va qaysi sohaga ishga kirmoqchisiz, bu ham aniq ko'rsatilmagan. Aynan qaysi so'zlarni to'g'ri ishlatish kerakligini Telegram kanalimga qoldirganman. Bular hammasi ingliz tilida. O'tib, o'zingizlarga moslashtirib ishlatsanglar bo'ladi. Uchinchi bo'lim work experience, ya'ni sizni ishlash tajribangiz. Ko'pchilik bu yerda qiladigan xatolardan bittasi uzun matn ko'rinishida yozadi. Ya'ni siz ish boshlaganingizdan boshlab to o'sha ish tugatguningizcha matn ko'rinishida sizni tarixingiz yoziladi. Bu noto'g'ri. Qanaqa to'g'ri yozish kerak? Birinchi, nechinchi yildan nechinchi yilgacha ishlagansiz? Qaysi korxonada ishlagansiz? Nima lavozimda ishlagansiz? Va qanaqa vazifalarni bajargansiz? O'sha haqida yozishingiz kerak bo'ladi. Albatta, sonlarni ishlating, sifralarni ishlating. To'rtinchi muhim jihatlardan bittasi bu skills, ya'ni sizning qobiliyatlaringiz. Навыки deyiladi rus tilida. Qobiliyatlarni yozganda mehmonxona sohasiga tegishli bo'lgan so'zlarni yozish kerak. Umuman qaysi sohada rezyume qilayotgan bo'lsangiz, o'sha sohaga tegishli bo'lgan навыкlarni yozish kerak bo'ladi. Masalan, customer service, ya'ni xizmat ko'rsatish sohasida ishlagansiz. Agar kassir bo'lib ishlagan bo'lsangiz, cash handling deyiladi. Ya'ni oldi-berdi pul bilan oldi-berdi sohada ishlagan bo'lsangiz, bu ham plus. Upselling, ya'ni kimdir sizdan arzonroq narsa so'ragan, siz unga yaxshirog'ini taklif qilgansiz, qimmatroq narsani, mana shu upselling deyiladi. Bularni ham aynan
siz qaysi lavozimga topshirmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, o'sha sohaga tegishli bo'lgan skilllarni yozishingiz kerak bo'ladi. 5-punkt bu languages, ya'ni sizni til bilish ko'nikmalaringiz, qaysi tilda gaplasha olasiz. Masalan, buni ham raqamlar bilan ko'rsatish kerak. Ingliz tilida masalan 45% gaplasha olaman, rus tilida 70% gaplasha olaman. Mana shularni sifralar bilan ko'rsatib berish kerak. Ko'pchilik o'ylaydiki, hozir ingliz tilida faqat sanashni biladi, lekin 100% gaplasha olaman deb yozib qo'yadi. Bu narsa noto'g'ri. Aslida Dubayda ishga kirmoqchi bo'lsangiz, ingliz tilingiz o'rta darajada bo'lsa ham ko'p joylarda ishga qabul qilishadi. Vaqt beradi, 2 oyda, 2-3 oyda anchagina siz tajribangiz oshadi. Shuning uchun buni ham to'g'ri ko'rsatish kerak, aniq raqamlar bilan. 6-si sertifikatlaringiz agar sizda bo'lsa, masalan, siz turizm kollejida o'qigan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir oshpazlik bo'yicha sertifikatingiz bo'lishi mumkin. Mana shularni ham alohida ko'rsatib berishingiz kerak yoki treninglar o'tgan bo'lishingiz mumkin yoki xizmat ko'rsatish sohasida qanaqadir treningda qatnashgan bo'lishingiz mumkin. Agar sizda sertifikatlaringiz bo'lsa, bu ham juda ham katta plyus bo'ladi. Yana bir muhim jihati, qanday qilib to'g'ri rasm joylashtirish kerakligini ham oldingi videolarda aytib o'tganman. Masalan, qirqib olingan rasm, to'yda tushgan rasmingiz yoki eski rasmlar, ular to'g'ri kelmaydi. Rasm tanlayotganda professionalniy rasmga tushish kerak, iloji boricha klassik stilda va ozgina jilmayib, kulib turgan rasmingiz bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Demak, mana shu 6 ta bo'lim rezyumeda eng muhim jihat hisoblanadi. O'ylaymanki, videoni ko'rib, o'zingizlar uchun qanday qilib professionalniy rezyume tuzishni o'rganib olasizlar. Qaysi saytlar orqali ish topish mumkinligini oldingi videolarimda aytib o'tganman. YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki keyingi videoyim qanday qilib intervyudan o'tish kerakligi, nima savollar beriladi, qanday tayyorgarlik ko'rish kerak, mana shular haqida bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi videoyim sizlarga foydali bo'ldi. Agar sizda rezyume bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki Dubayda mehmonxona sohasida ishlash bo'yicha savollaringiz bo'lsa, shu yerda kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Agar rezyume xizmatlari kerak bo'lsa, Telegramga o'tib, kommentariyada rezyume so'zini yozib qoldiring. Rahmat, oxirigacha ko'rganinglar uchun. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.